Assalomu alaykum qadrdonlar. 2026-yil 8-fevral. Bizda ishlar davom etmoqda. Vatsalamiz 15 ming so'mdan 2 metrli kichkina shoqvasta deyiladi. Bular donalar 16-17 qo'yilgan. Bular 11 ming so'mdan. Baquvvat boy to'sinimiz bor. 150 ming so'm deyapmiz. 5 metr to'sinlar 150 ming bilan 170 mingdan o'rtasida. Bu holatlarimiz 170 ming deyapmiz. Kami bor. Holatlar yaxshi. Kelishilgan holda bo'ladi. Aloqaga chiqsalar, dastavkalar kelishilgan holda vodiy bo'ylab beramiz. Ba'da 4 ming to'sinlarimiz bor. Bo'lsa ankularimiz tepada tushgan chopalar chiqadi. Hamma yo'llar bor. Aloqaga chiqasizlar. Bitta baquvvat 4 metrlik boy to'sinimiz bor. Bular narxi 120 mingdan 150 ming o'rtasida. Vassalarimiz 15 ming so'mdan. Holatlar yaxshi, 9 ta 10 tali qo'yilgan. Bitta abishni 4 metrlik to'sinlarimiz bor, 80 ming so'm. Bu aytilgan narxlar xudo xolasa shu aytilgan narxda qilib beramiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Hali internetga arzon narx chiqarib, telefondan qimmat narx aytilmaydi. Shu xudoga shu bir oy bo'ldi bu sohani boshlaganimizga, internet sohasiga kirganimizga, bir oyda ichida effekti zo'r bo'lyapti. O'sha hisobiga videolar chiqyapti. Yoqayotgan bo'lsa videolarimiz like, podpiska esdan chiqmasin. Obuna bo'lish. Bu akalar Bechalishdan akalarimiz keladilar. O'sha telefon orqali 90 ta 4 metrli strapila. Bu vodiyda yangilik ekamizdan berdi. Garbili yo'q, javob beradi. 12 pastga yuramiz. 6 tali qilib baylangan. Holatlar zo'r. Buni narxlari 5,5 ming so'm. Choyqovra strapilamiz 50 ming so'mdan berdi. Metta 4 ming ekanlarimiz bor. Bular sal garbillar bor bular. Bu holatlar zo'r. 300 metr qilamiz otabeka, 12 pachkayi laxtaylardan to'g'rilab. Farg'ona viloyat Marg'ilon shahar Kamina Taxta bozor. Kimga qanday narsalar zarur bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Bo'lsa, kulamiz kesilyapti. Aloqaga chiqaverasiz. Hamma yo'qlar bor. Bitta 5 metrlik katta to'sinlarimiz bor. Ichiga bir xil parvo qilib terilgan. Holatlar zo'r. Aloqaga chiqaverasiz. Bular 200 ming deyapsiz narxlarni. Akalarimiz olishdi. Aka, narxlar yo'qdimi? Qo'yon obunachilar qanaqa gapingiz bor endi aka? Chiqib kelishaversin aka. Narxlar 2-3 ta joyga borib solishtirib keladilar. Xudo xolasa, nasib bizda ekan, savdolar qildik. Aloqaga chiqaverasizlar.